Bir birodarimiz Jizzax viloyatidan bizga aloqaga chiqdi. G'izzovtim bor, bunga turba kerak dedi. Biz unga konteyner mahsulotidan tomlisimizni tavsiya etdik. Akamizga juda ma'qul keldi shekilli, inshaalloh dagovorni qildik. Uzunasini 235 dan qilib berdik, 31 ta. Bo'yi esa 72-85 bo'ldi. Akamiz ikkita ustun qilmoqchi ekan, balat 36-42 dan tushdi. Akamiz qiynalmasin, ustalar qiynalmasin deb bir tomonini 1 metr, bir tomonini 95 sant qilib qo'ydik. Nimaga diydon bo'lsalang, bir-biriga kirish juda udobniy bo'lsin dedik. Bizi jamoamiz har tomonini o'ylaydi, inshaalloh. Katta firmalar bilan ishlab kelyapmiz. Hammasidan rahmat eshityapmiz, inshaalloh. Bundan buyog'i ham shu rahmatni eshitishda davom etamiz. Akalar, sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerga shunday telefon qilsalaring bo'ldi. Muammolaringni chiroyli qilib hal qilib beramiz, inshaalloh.